Sizga savol yozishgan ekan. Onlaynda savdo qilaman, Telegram kanal ochdim, juda ko'p mahsulotlar tashaganman, arzon narxda, lekin sotuv bo'lmayapti. Nima qilay deb so'rashibdi. Shu 3 ta taktikani bilmasangiz, onlaynda savdo qila olmaysiz. Assortiment 3 turga bo'lib olamiz. Ya'ni hamyonbopdagi modelimiz mijozlar oqimini olib kirish uchun, o'rta narxdagi modelimiz bu savdo, premium kачестводagi modelimiz bu foyda bo'ladi. Gapim boshida bekorga assortiment haqida gapirib o'tmadim. Assortiment deganda faqat kiyim turi emas, narxda ham assortiment qilishingiz kerak bo'ladi. Har qanday auditoriya kirishdan qat'iy nazar sizdan mahsulot olish kerak bo'ladi. Hamma joyda misol uchun raqobat shunaqada, birinchi o'rinda arzon qilsam tezroq klient to'playman, lekin bu yerda sabr ham katta rol o'ynaydi-da. Misol uchun biz ham uzumga kirgan paytimiz o'sha narx arzon qilsak ko'proq ketadi, chunki uzumda konkurent juda ham katta edi o'sha paytda. Biz tushunib yetmaganmiz. Bu yerda hozir marketing juda ham rivojlanib boryapti mana shu oxirgi 4 yil ichida. U oldin kim arzon sotsa, kim yaxshi joydan xadovoy bo'lsa, yo'q, hozir unaqa narsalar rol o'ynamay qo'ydi. Hozir eng katta, eng zo'r ishlatgan marketing bo'lyapti-da savdo.